O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2026-yil 22-iyunda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi 1155-sonli qonun imzolandi. Qonun bilan 3 ta kodeks va 5 ta qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Shu jumladan: 1. Korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning elektron reyestri yuritilishi belgilandi. 2. Reyestrga kiritilgan shaxslarga bir qator cheklovlar belgilanib, ular davlat xizmatiga kirishi, saylanadigan lavozimlarga nomzodini ko'rsatishi, davlat xaridlarida ishtirok etishi taqiqlandi. Jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasiga ta'rif berilib, unga 18 turdagi jinoyatlar kirishi belgilandi. 3. Huquqni muhofaza qilishga oid muayyan vazifalarga ega bo'lgan yangi institut Compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalarining qonuniy asoslari yaratildi. Ularning vakolatlari, huquq va majburiyatlari qonun bilan mustahkamlandi. Tegishli tashkilot obyektlariga to'siqsiz kirish, zarur axborot va materiallar bilan bemalol tanishish, aniqlangan korrupsiya holatlari bo'yicha taqdimnoma kiritish, mustaqil yoki ishchi guruh tuzgan holda nazorat va tekshiruv tadbirlarini tashkil etish, korrupsiyaviy omillarni aniqlash uchun shaxslarning xatti-harakatlari, hodisa va jarayonlarni bevosita va bilvosita kuzatish va ro'yxatga olish, tezkor qidiruv, tergovga qadar tekshiruv va tergov organlari bilan hamkorlik qilish, fuqarolar bilan yashirin hamkorlik qilish, aniqlangan huquqbuzarlik materiallarini tegishli organlarga taqdim etish. Hurmatli tumanimiz aholisi, sizlarga mamlakatimizda qabul qilingan qonun va kodekslarni o'qib borishni tavsiya etamiz. Chunki qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.